Hammaga salom obunachilarim. Bugun biz o'zimiz mana shunaqa bloknotimizga Gravity Falls degan multfilmdan ikkita qahramonni chizamiz. Birinchisi Mabel, ikkinchisi Gipper. Mabel Gipperning singlisi bo'ladi, Gipper esa Mabelning akasi bo'ladi. Birinchi bo'lib Mabel chizib olamiz. Aziz obunachilarim, bu mana shu multfilm juda ham qiziq multfilm. Faqat buni sezonlari bor 3 ta. Birinchi sezon, ikkinchi sezon, uchinchi sezon. Juda ham zo'r. Har xil voqealar bo'ladi. Qiziqarli. Yana nima desam ekan? Kim bu multfilmni ko'rgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariyada plus belgisini bosinglar. Men sizlarni demak ko'rmaganinglarni bilib olaman. Yana aytgancha men yangi narsa o'ylab topdim yana. Kimni ismini masalan ismingizni masalan kimlarning ismi Oyisha bo'lsa, Oyisha deb mana shu nimaga kommentariya yozib qo'ysanglar, men sizlarning shu isminglarni xohlagan mana shu kommentariyaga yozsanglar, sizlar xohlagan ichidan tanlab bitta kishi masalan Oyisha bilan mushtari bo'lishini mushtarini tanlayman deb Oyisha so'zini tepaga ismini mushtari so'zini pastga yozishim mumkin, balkim orqaga. Orasidan ikkita ism tanlab olaman chiroylilarini. Shuning uchun sizlar ham podpiska bosinglar. Masam chizishni boshlab bo'ldik o'zi. Mabel o'ta quvnoq, aqlli, odobli qiz bo'ladi. Odobli, sho'xroq bo'ladi. Har xil priключение sayohatlarga chiqishadi. Ularning amakisi bo'ladi. Aytmay qo'ya qolay, sizlar o'zingizdan qiziqib ko'rmoqchilar. Bu multfilmning nomi Gravity Falls. O'zim hali kommentariyada yozib yuboraman. Xohlasangiz shu kanal debman. Shu multfilmni ko'rishni xohlasangiz YouTube'dan yoki Google'dan ko'rishingiz mumkin. Sizlarga maslahatim, men ko'pincha YouTube'dan ko'rishni yaxshi ko'rmayman. YouTube'da to'liq qismini chiqarib bera olmaydi. Shuning uchun Google'dan ko'pincha ko'raman. Ba'zi paytda Telegramdan ham ko'rib turishim mumkin. Qisqasi mana chizamiz. Mana. Hatto ketadi o'ylagandim, hatto ketmabdi. Bunday qilamiz. Qo'li kattaroq bo'lib qoldi. Mayli, hech narsa qilmaslik, ko'chirib boshqadan qilamizmi? Turaversin mayli. Asosiysi o'xshasa bo'ldi. Mabel shu uni akasi Gipper debman. Gipper sehrli kitob topgan bo'ladi. Gipper bilan Mabelning amakisi yoshligida ukasini boshqa olamga yuborib olgan bo'ladi, portal ochib. Masalan, o'zida sayrasi bor. Masalan, har xil sayyoralar bo'lishi mumkin. Fantastik sayyoralar bo'ladi-ku, ana shunaqadan bittasiga yuborib olgan, portal ochib. Keyin uni ukasi shu yuborib olgan ukasi 3 ta kitob yozgan bo'ladi. Shu 3 ta kitobda akasini qaytarish yo'lini bo'ladi. U keyin shu 3 ta kitobni qidirishga tushadi. Hamda abadiga ham bor undoq. Qidirishga tushadi. Keyin 3 ta sezonida 3 ta kitob topadi. Oxirida portalni ochgandan keyin har xil narsalar boshlanadi. Portalni ochgandan keyin uydan bir yovuz maxluq chiqib keladi. Keyin dunyo yo'q qilishni boshlaydi. Yerliklarni shu o'z qo'lga olmoqchi bo'ladi yerni. Yer sayyorasini. Qisqasi, sizlar yana gapirayotganimga qiziqmasdan ko'rib qolmanglar.
yaxshisi sizlar o'zinglar yozib Telegramda yoki tutasanglar chiqarib beradi. Mana mebelni ham chizdik. Gapirib mebelni chizibmiz. Mana. Bu multfilmni nomini men kommentariyada yozib qoldiraman. Bemalol ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Va menga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi giperni chizamiz. Giperni shlyapasidan boshlaymiz. Giperni mana bitta shlyapasi bor, keyin mana bunaqa archasi rasmi ham bor edi, bundoq keyin mana archam o'xshamadi. Mayli. Endi mana bitta sochni boshlaymiz. Giper singlisiga qaraganda aqlliroq bo'ladi. Lekin singlisi sho'x bo'ladi bundan ko'ra. Jasur. Endi qulog'i bor Giper. Sochi bor, ham chiqib turadi soch. Bosh ketadigan sekin. Giper menda uncha o'xshamayapti, lekin men buni chizish osonroq bo'ldi. Giperni yozi bilan ustida qanaqadir chimpirmi nimadir kiyib yuradi. Isib ketmaydimi bilmayman. Mana oyoqlarini chizib ketolmas degan asta. Bitta kiyimi bor. Oyoq kiyimi. Masalan birinchi oyoq kiyimi ikkinchi oyoqni to'sib turibdi. Shuning uchun ikkinchisi yaxshi ko'rinmayapti. Bitta kiyimi g'ijim bo'lgan. Endi yuziga o'tamiz. O'zi og'zini chizamiz. Lekin mebel kattaroq chiqib qoldi. Akasi sal kichikroq chiqib qoldi. Mayli, hech narsa qilmaydi endi. Voy, tishni buzdim. Kulib turgan o'xshadi, zatta o'xshasa bo'ldi men uchun. Burada bunaqaroq chizamiz. Bo'ldi. Giper va mebel tayyor. Mana qalay chiqdi. Mebel va giper. Mana qanday chizib qo'ysam bo'ladi. Masalan, ularni uyini chizib qo'ysam bo'ladi. Uyi mana bunaqa bo'ladi. Bunaqa ketgan bo'ladi bilan pasti bilan uyini chizib qo'yaman mana. Ba'zida qo'rqinchli ham bo'lishi mumkin. Birinchi ko'rganimda zerkali deb o'ttirmoqchi bo'lganman. Keyin qiziqib qolganman deb ko'rganman. Ba'zi joylarda ozgincha qo'rqinchli. Menimcha ozgincha. Yana aytmoqchi edim, bugun hayit. Hayitlar bilan hammani tabriklayman. Eson-omon o'tkazib olinglar. Ular uyni ko'rinishi men sal bo'lsa ozgincha o'xshamadi. Bu yerda jonli ko'rinishida chiroyliroq. Mana bitta to'siqlar bo'ladi, ushlab turadigan tomni. Ashunaqasi bor-da. Ushlab turadi. Mana bitta keyin bitta yo'lak ketgan. Tepaga chiqish uchun mana. Sinapoya. Ketganda keyin mana bitta eshigi bo'ladi. Mana dumaloq bo'lib keyin mana bundoq ketgan bo'ladi. Dumaloq eshik bo'ladi. Pastga uni tushiramiz bundoq qilib.
uyni ko'rinishi endi shunaqaroq. G'alatiroq chizaman, aziz obunachilarim. Mana bu uyni orqa qismi. Yomon ko'rinadi-yu, ana shunaqa yon ko'rinish. Mana bitta oynalar bo'ladi. Mana shunaqa to'siq-to'siqli bo'ladi. Bunaqa oynasi panjarada bo'ladi, nazar bor bunaqa panjalari. Qisqasi shunaqa. Bu men shu multfilmni ko'rmagan 1 yilmi, 2 yilmi bo'ldi. 3-chi, 4-chi, 2-chi sinflarimda ko'rganman. Har mavsumda har bir yildan keyin chiqardi. Shuni qolib ketardi. Ko'rinishim kema bitta tepasida mana shu tarafida so'roq belgisi turardi bundoq. Mana turib, mebelni tepamda so'roq turardi. Ba'zida xo'roz osib qo'yadi, shamolga qarab aylanadi. Shamol qayerdan kelyapti, kelmayapti. Bularda so'roq turardi. Mana bitta Grateful Falls deb yozildi. Qayerdadir yozuvdim-da shu so'zni. Hozir to'xtang. Nima yozib qo'ygan bo'ladi? Endi men bunaqasi yozib o'tirmayman. Men bitta lekin Hello Kitty chizganman. Yana I T Y bo'ladi. Keyin false bo'ladi. F O esa tursa ikkitala bo'ladi. L S bo'ldi. Mana. Qisqasi mana shunaqa. Xayr.